Dunyomiz shu qadar rang-barang va g'aroyibki, har bir xalq o'z madaniyati, qarashi va hatto quvonchini namoyon etish uchun mutlaqo tasavvurga sig'maydigan usullarni o'ylab topadi. Keling, birgalikda sayyoramizning turli burchaklarida asrlar davomida nishonlab kelinayotgan, eshitgan odamni lol qoldiradigan antiqa bayramlar bo'ylab qisqa va qiziqarli sayohatga chiqamiz. Birinchi manzil Ispaniya. Har yili avgust oyining oxirgi chorshanbasida mo'jazgina Bunyol shaharchasi qip-qizil rangga kiradi. Ya'ni bu hududda dunyoga mashhur pomidorlar jangi festivali o'tkaziladi. Hammasi 1945-yil bir guruh yoshlarning oddiy janjali va bir-biriga sabzavot otishi bilan boshlangan. Bugun esa ushbu tadbirga turli mamlakatlardan minglab sayyoh aynan bir-biriga pomidor otish uchun keladi. Maxsus belgi berilishi bilan shahar markaziga tonnalab pishgan pomidor to'kiladi va 1 soat davom etadigan qizg'in jang boshlanadi. Festivalning qat'iy qoidasiga ko'ra, hech kimga jarohat yetmasligi uchun otishdan oldin pomidorni albatta qo'lda ezg'ilash kerak. Marosimni yakunlagach, butun shahar o't o'chirish mashinalari yordamida yana top-toza qilib yuvib chiqiladi. Tailand. Maymun banketi. Har yili Lopburi muzofotida o'tadigan ushbu tadbir tom ma'noda jonivorlar uchun haqiqiy bayram. Mahalliy aholi qadimiy afsonaga ko'ra maymun hududga omad va farovonlik olib kelishiga ishonadi. Shu kuni ibodatxona atrofida bezatiladigan ulkan dasturxonga 4 tonnadan ko'p meva, sabzavot, pishiriq va turli ichimliklar qo'yib chiqiladi. Shundan so'ng minglab yovvoyi maymun hech qanday to'siqsiz dasturxonga yopirilib, tanovvul qiladi. Bir-biriga kokos yong'og'i otadi. Shu tariqa tomoshabinlar uchun unutilmas manzara yuzaga keladi. Asosan Malayziya va Hindistonda nishonlanadigan mashhur Thaipusam festivali hindlarning eng muhim diniy bayramlaridan biri sifatida yaxshilikning yovuzlik ustidan qozongan g'alabasi ramziga aylangan. Bayram kuni dindorlar uzoq muddatli ro'za va ibodatdan so'ng o'zini ruhiy jihatdan tayyorlaydi. Shundan keyin ular sadoqat va minnatdorlik ramzi sifatida tili, yanog'i hamda tanasining turli qismiga metal nayza, ilgak va igna sanchadi. Ayrimlar og'ir bezatilgan maxsus qurilmani yelkasida ko'tarib oladi. Eng qizig'i shundaki, ko'plab ishtirokchilar ayni jarayonda deyarli og'riq sezmasligini aytadi. Shu bois anjuman nafaqat sayyohlar, balki olimlar va shifokorlarni ham hayratga solib kelmoqda. Dahshatli og'riqli tuyulgan marosimlardan farqli o'laroq yer yuzidan nafaqat ko'ngilni yozish, balki hordiq chiqarish imkonini beradigan quvnoq bayramlar ham bisyor. Masalan, Janubiy Koreyaning Loy festivali kishiga butunlay o'zgacha kayfiyat ulashadi. Dastlab 1998-yil shifobaxsh loydan tayyorlangan atir upa mahsulotlarini targ'ib qilish maqsadida tashkil etilgan oddiy marketing loyihasi bugungi kunda millionlab sayyohlarni jalb qiladigan xalqaro festivalga aylangan. Boryong shahri sohili tonnalab mineral moddalarga boy loy bilan qoplanadi va odamlar kuni bo'yi loy ichida kurashadi. Maxsus tepalikdan sirpanadi va musiqa sadosi ostida raqsga tushadi. Teri uchun juda foydali hisoblangan ushbu loy bilan ishtirokchilar ham maroqli hordiq chiqaradi, ham o'zini tetik his qiladi. Ko'rib turganingizdek, biz yashayotgan sayyora o'zining kutilmagan sirlari, g'aroyib an'analari va bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan xalqlari bilan go'zal. Biroz g'alati, hatto telbanamo yoki haddan tashqari xavfli tuyuladigan turli an'analarni muayyan xalqlar asrlar davomida ardoqlab keladi. Zero bu jarayon ham tarix, madaniyat va milliy qadriyatlarning ajralmas bo'lagidir. Xo'sh, sizga qaysi bayram eng qiziq tuyuldi? Imkon bo'lsa, qay biriga qatnashgan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.